Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganlaringizdek, bugun Ariza 6 Pro avtomobilimiz obzorimizda. Motorlari 1.5 turbina bo'ladi. Shuningdek, ot kuchlari 140 ta ot kuchini tashkil qiladi. Shahar ichiga keladigan bo'lsak, atiga 8 litr asfalt qiladi. Dalin trassaga 5 litr 5,5 metrgacha qisqarib ketadi. Takj bularga garantiya beramiz aka. 150 ming probeg yokida 5 yil kafolati bor. Oldinroq qaysi birinchi keladigan bo'lsa, o'sha avvalambor keyin garantiyadan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, tak oldi oblisovkasi diamond stilda qilingan, ya'ni o'sha olmos stilda deydi. Juda chiroyli ishlangan. Cherry emblemasi bilan. Kuzovlar ham ancha baquvvat bo'ladi. Ya'ni otsinkovniy stальной metall xavfsizligingiz ham birinchi o'rinda. O'zida xavfsizligingiz, yaqinlaringiz xavfsizligi. Bu tomondan farlarga keladigan bo'lsak, ya'ni akularni ko'zini eslatib yuboradi. O'sha akuladan imkonlanib qo'yishgan LED farada kecha ham bir xil liniyada ko'zni og'ritmasdan chiroyli tartibda, ya'ni yoritib beradi uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz ham. Dalniy trassaga keladigan bo'lsak, charchatmaydi. Uzoq yo'llarga zo'r yurib beradi. Shuningdek, o'ziniki mягкий balon olgandan keyin balon taqmasangiz ham bo'ladi. Davleniyasini bor yo'g'i 1.9 ga tushirishga, chunki zavodskiy o'zining davleniyasi sal balandroq bo'ladi. Bokoviga keladigan bo'lsak, juda udobniy farasiga, ya'ni nima edi? LED jihozlangan. Farlarni powertikda uzoqdan biron kimga ko'rinish uchun, yaxshiroq ko'rinish uchun, ya'ni. Yon tarafiga keladigan bo'lsak, ya'ni passajir tomonga ancha keng, ishlarni ko'rishingiz mumkin. Salon sistemalarida polni elektronniy monitor, ya'ni multimediani ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Avtomat korobkada barlar ham juda udobniy qilingan va eko kojadan ishlangan. Yana bir bu yerda xavfsizligingiz birinchi o'rinda, misol yosh bolaga oilada yuradigan bo'lsangiz ham, xudo ko'rmasin qanaqadir yomon noxush holat bo'ladigan bo'lsa ham 8 ta airbag bilan jihozlangan bo'ladi. Tak, akustikalari Sony, muzika eshitganingizda ham juda zo'r, ya'ni tiniq ovozda chiqarib beradi. Orqa ko'rinishini ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol, marhamat. Tak, orqada ketgan odam ham mazza qilib ketadi. Shuningdek, abagrev sistemalari ham bor, orqada jihozlangan va obshivkalarda udobniy karmankalari bor. Biron bir hamyoningiz yoki qarab beradigan bo'lsa, chekkiga olib qo'ysangiz bo'ladi, shuning ichiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Takj bularga qo'shimcha jihoz xarid qilib ketsangiz bo'ladi o'zimizda. O'zimizdagi propan yoki tonirovka, защитка radiatori, polik, broneplyonka, nima mashinaga kerak bo'ladigan narsa qo'shimcha jihoz o'zimizda qo'ydirsangiz, mashina garantiyadan chiqmagan holda bo'ladi. Ya'ni o'z ishini yaxshi biladigan ustalar ishlaydi. Tak. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, ancha keng bagaj, ko'rib turganingizdek, ro'zg'or, biron nima toqqa ketishingizda yoki uzoq safarlarga chiqib qo'l keladigan narsa bo'ladi. Tak, bu yerda o'zini zapaska balon joylashgan. Bu yerga tabletka birga bir tushadi. Kuzovlarimizga keladigan bo'lsak, bular zavodskiy shumizatsiya qilinadi, ya'ni 30% zavodskiy shumizatsiyasi bo'ladi. Olgandan keyin lishniy xarajat bo'lmasligi uchun yana bir bor xarajatdan olib qoladi. Bu tomoni ko'rib turganingizdek, chap tomondan ko'rinishlari, o'rtada abagrev knopkasini bir ko'rsatib o'rasiz. Qo'shimcha bitta USB port ham mavjud. Ya'ni orqada o'tirgan odam telefonni bemalol zaryad qilib ketsa bo'ladi. Shuningdek, ikkita deflektor ham bor. Qish kuniga pechka, yoz kuniga konditsioner orqa tomonga ham yaxshi berib turadi. Va juda udobniy bo'lgan besko'cha dostуп. Ko'plarda har xil savol bo'ladi. Bir xillar biladi, bir xillar bilmaydi besko'cha dostуп nima. Besko'cha dostуп, ya'ni kalt yoningizda bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha harakatsiz, ya'ni mana bu yerga bir xil ochib beradi, misol kaltlarni. Bu yerda lishniy harakatsiz, ya'ni knopkani bosmaysiz, pultni bosmaysiz, kelib udobniy knopkaga bosadigan bo'lsangiz, o'zi ochib yopadi. Yoki kalt ichida qolib ketgan bo'lsa, o'shanaqa signal chalib ogohlantiradi, ya'ni kaltni oling degan maqsadda. Avtomatik tarzda детский rejimlari bor. Shuningdek, obshivkasida ko'rib tursangiz bo'ladi, blokirovka eshiklarini ochadi, yopadi va o'yinlarni bu обычный. Tezligingiz 15 km/soat dan o'tgandan keyin avtomatik tarzda o'zi 4 ta mashinaning 4 ta eshigini yopadi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, rul tomonidan ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda abagrev rul bor, ya'ni rul isitish sistemalari, shuningdek multimediani sistemalargacha jihozlangan. Sport, ekonom, standart rejimlarda ham harakatlanadi. Bako ligirovkalarini ham juda udobniy, mana bu yerga joylashgan. Shu yerdan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Mana. Bosish ham juda qulay bo'ladi. Fara ligirovkalar bu yerda rejimlarni almashtirsangiz ham bo'ladi. Birinchi sport rejimidan ancha ko'proq, ya'ni kuchliroq bo'lgan hisobiga tezroq ham razgon oladi. Xo'p, azizlar, bu mashinani hozir bir sizlar bilan birga test drive qilib ko'ramiz, ya'ni emotsiya bo'yicha yoki yurish hodlari bo'yicha. Tak, yurishga keladigan bo'lsak, ancha yumshoq mashina. Zavodskiy balonni o'zining davleniyasini oziq tushiradigan bo'lsak, bundan ham planroq harakat qiladi. Tosh yo'lda o'raydigan bo'lsak, oldi haydovchi sistemasi независим bo'ladi, orqasi
pol независимый. Ya'ni pol независимый qanaqa bo'ladi? Balka deb balka bo'lmaydi. Независимый deb независимый. Ya'ni более плавный ход beradi, egiluvchanroq hadoviy qism hisoblanadi. Tak. Shuningdek, multimediada muzika qo'yadigan bo'lsangiz ham, rulda udobniy haydab ketayotganingizda muzikani ovozini ko'tarib, baland-past qilsangiz bo'ladi. Shuningdek, kimga telefon qo'yadigan bo'lsa ham, rulda bemalol ko'tarib, gaplashib, o'chirsangiz bo'ladi. O'sha tomonlari ancha plus. Remenni ovozi ham chiqyapti. Tak. Juda udobniy bo'lgan bizlarda mana bu yerda biror narsangizda ehtiyojlaringizni yoki dokumentlaringizni qo'yib qo'yishga juda qulay narsa. Ancha keng telefon, hamyon, shunga o'xshagan narsalarni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Pastakaniga ham bu yerda juda chiroyli tartibda joylashgan. O'zini kalitlari mana bu ko'rinishda bo'ladi. Tak, ikkita zapasnoy. Tak. 0 dan 100 gacha qancha chiqishini ham sizlar bilan birga sinab ko'rsak bo'ladi. Hozir ishga, biron joyga haydashga juda ham zo'r mashina deb o'ylayman. Rasxod bo'yicha ham, narx tomonlama ham. Hozirgi kunda ko'plar naqdga mashina olyapti. Tak, meni o'zimga shaxsan qoladigan bo'lsa, agar bu mashinaga yetadigan naqd pulda ko'rinishim bo'ladigan bo'lsa, men naqdga olmagan bo'larim. Nimaga? Chunki misol uchun deylik taxminan mashinani men rasochkaga olaman. Endi boshlanish to'lov taxminan 50 yoki 60% ni qilib, qolgan 40% ga biron bir biznes qilsangiz bo'ladi yokida nima edi? O'sha mol oladigan bo'lsangiz bo'ladi. Chorva bilan shug'ullanayotganlar ko'p. Misol uchun bitta 3 ta chorva olib qo'yadigan bo'lsa, u yildan yilga ko'payib yaxshiroq narx bo'lyapti yoki uni semirtirib sotadigan bo'lsa, ko'proq pul bo'lyapti. Ya'ni pulingiz pul tug'adi degan ma'noda kelyapti bu narsa. O'sha sababdan yoki mashinangizga deylik qo'shimcha jihoz ustanovka qilsangiz bo'ladi boyagidek. Mashinaning o'zining narxi bo'ladi-yu. Juda komfortliroq. Chem mashinani naqdga olguncha rasochkaga olgan ma'qulroq deb o'ylayman. Kimga qanday fikri? Mana mashinamiz tortishlari. Mashinamizni sport rejimiga qo'yib oldik. Yana endi buni 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. 1 2 3. Yurishlari yo'q emas. Ya'ni mashina aytish esimdan chiqdi, ming uzr. Mashina ya'ni yamaga tushadigan bo'lsa, qanaqadir yamaga tushadigan bo'lsa, avtomatik tarzda o'zi avariyankani bosib, ya'ni orqada kelayotgan odamga rahmat yoki da uzr so'zini aytib qoldirar ekan. O'sha tomonlari ancha zo'r. O'sha narsalarga qoyil qoldim. Yurishlari, razgonlari yomon emas. Tak, tak. Raketacha desak ham bo'ladi. O'zi yo'q. Mashinamiz 100 ga chiqishi taxminan 7 sekundlar bo'lyapti.